Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Bizning mashinamiz regeneratsiya boshlandi birdan. Qarashni gruzni tushirdik, endi ketdik gruz ortgani. Bunday baqirmay ketdik. Gruzni tushirdik, endi gruz ortgani ketyapmiz. Gruzlar tushirdi. O'sha Italiyadan olib kelganimizni. Короче, mana bu yerga pashsha chivin deydimi, hasharotlar uryapti. Kun yonyapti. Trassada to'la mana shu hasharotlar. Sarakapyatkada o'tirganda yuvib chiqib, to mana shu tushiradigan joygacha kelguncha rasvos chiqdi. Mana ortishga keldik, pager berdi. Kutib o'tiramiz endi mashinada, parkovkada. Suv ortib ketamiz, gazirovka, qanaqadir napitkalar. Boshlandi, ketdik. Mana ortyapti. Ikki tomonni ham ochdik. Oldini yarmini ortib bo'ldi, shu tomonga ko'chirib qo'ydim, taxtalarni yig'ib. Orqasi qoldi endi. Mana ortib oldik 33 ta palet, 27 tonna qancha ekan, ko'ramiz hozir. Mana ortib chiqdik, 27-700 chiqdi. 12-8 o'ryapti, 42,5. Tsepka pustoy 14,5 edi, bakim pustoy 28 solyapti, 300 kilogramm hech narsa emas. Совпадает dedi-ku. 27-700 deb yozib berdi, uyolmasdan smayrimga ham. Qoyil. Marshrutda ham tergan, faqat natsionalka qishloq aralaymiz. 700 necha kilometr. Trassaga chiqarmagan. Mana shu traktor izidan anchadan beri kelyapman, obgon ham bo'lmaydi, встречный ham probka. Kesak ezadigan traktor ekan. Kesak ezishga bir traktor sarson qarang. Boshida katta reshotkali kolyosalar, keyin mayda reshotkali kesak ezadi bu traktor. O'rtadan bosdi. Sig'mayapti-da traktor. Ana 4 ta balonlikda, har bir tomonda 2 tadan. Bosyapti. Foralar to'xtab qolyapti. Lekin mesnilar biladi shu fermerlarda qishlog'ida ber. Mesnilar biladi. Birdan qochib yo'l beryapti. Mana shuni qarang. Orqa temirli kolyosa, mana oldidagisi. Orqadagisi ikkalasi qarang shunday. Aylanadi-da bular yerga, ikki qanotini yerga qo'yadi, aylanadi, kesak ezadi. Kesiklar tiqilyapti oralariga. Ketdik. Вообще горнторimizda ushlamayapti u muncha nagрузкani bu. Mercedes. Используйте второй. Mercedes. Hey, ketdik. Mana shunday круговое движение. Круговое движение. Har bir yarim kilometrda mana shunaqa круговое движение. Posyolkadan tashqarida. Tak posyolka qishloqlar ichida вообще 30-40 shunday. Mana o'to'nda quyosh chiqdi. Поверните направо, потом поверните направо.
Heyli ko'p ketyapsan meni. Поверните направо, а потом сразу поверните налево. Поверните налево. Tarixiy потом narsaga поверните qana направо. olamiz. Здание. Через 100 метров на втором повороте поверните направо. Поверните направо. Продолжайте ехать по дороге 7 километров. O jandarme. Ketdik. Mana shunday yuraveramiz. Mana akalar, nihoyat o'sha 700 kilometrni kecha chiqqanmiz, bugun yetib kelyapmiz. Soat 11 ga fix degan fiksirovanni. Mana shu yerda qayerdadir sklat bo'lish kerak, shu tomonda. O'shanga olib kelyapmiz. Mana keyin registratsiya qildik. Bizga propus bilan pager berdi. Qachon o'sha pager chaqirib boshlasa kiramiz. Ana propus bilan pagerda olib beramiz, propus bilan kirib ketaveramiz. Mana bu jirinladi. 10 nechanchi rampa degan bu? Aqranadan borib so'raymiz-da. Yarim yo'lda qaytdim. Mana 12 marta ses chiqar ekan. Mana vaqti. Keyin gate 18-chi. Mashinaga qaytyapman. Birdan kirib boramiz. Mana akalar, mana shunaqada o'zimiz tushiramiz. Endi yuguryapmiz yaxshigina. Mana bu 4 ta liniya bizniki. Endi bunda bo'yiga qarab, uzunligiga qarab qo'yasan deyapti. Buni eni paletlar bizga eniga ortilgan. Ha, yaxshigina ishlayapmiz. Zo'r, oyoqlar chigali o'yilyapti. Mana akalar, tushirib bo'ldik. Mana akalar, 33 ta palet, pustoy palet topshirgani keldik. Mana yerda joy yo'q dedi, please wait dedi. Hozir mana bittasini tushiramiz. After yo'q dedi, keyin sen. Xo'p dedi. Kutib turamiz biz. Shoshilmaymiz. Keyingi hozir buni tushirib, yana o'sha bumaga rolan o'rtamiz. O'sha har doimgi o'rtadigan joyimiz Fransiyadan. Shu bilan через Germaniya, Shveysariya, Italiyaga ketamiz. Italiyaga ham Rimdan ham nariyoqqa bir chekkasiga ekan. Ya'ni dengiz bo'yiga. Mana paletini ham topshirdik. Endi bir 50-60 kilometrcha mana shunaqa yo'llar bilan o'sha o'rtadigan tomonga ketamiz. Mana yerda biz yo'l berishimiz kerak ekan. Ketdik. Qishloq aralaymiz yana. Mana fermerlarda sigirlar mazaqi Через 600 yaylovda. метров на третьем повороте поверните налево и продолжайте езду по трассе Т-22. Yog'ini fermer mana haydayapti traktorda. Yerda. Ketdik, dala aralaymiz.
Merci. Boya yomon bir remont bo'lgan joy bor ekan. Используйте первый выезд. Tiqilib qolamiz deb svetoforlar regulировка qilinadigan ekan. Qachon yetamiz o'rta degan joyga bu? Mana har doimgidek ikki tarafni ochdik. O'zimiz mana shu yerda o'tiribmiz. Bu kishi mana buni ortib bo'lgandan keyin bizni ortadimi kutyapmiz. Har doimgi opa keldi. O'sha opa ortayapti. 24,700 mi, 24,800 mi shunaqa dedi. Tonnasini ko'ramiz. Tak 2612 kilogramdan 9 tane ortdi. Oke, así que está tomando. Estamos tres. Germaniyaga xush kelibsiz. Kechasi ortib chiqib, bir soatcha yurdik-da, parkingga kirib damni olib, ertalab yana yo'lga chiqdik. Fransiyadan Germaniyaga o'tdik hozir. Oldimizda tamojnya, keyin Shvetsariya. Tak, mana chap polasa lehkovoshkalar, o'rta tranzit. Bu ana import eksport qiladiganlar, ya'ni rastamoshka qiladiganlar. Mana rastamoshka qiladiganlar turishini qaranglar. Почти 8,5 kilometr. Shvetsariyaga xush kelibsiz. Yana bir 29 kilometrdan keyin ana kontrol bor, o'shandan o'tib yana dars ketamiz. Nasib inshaalloh. Mana chap tomonda ikkita lampochka kuydi. Shvetsariya chegarasidan oldin. Ana o T2 bo'lmagani qidirayotganimda almashtirdim. Shunda yo'lga chiqdim, Shvetsariyaga kirib kelaman, endi o'ng tarafda lampochkasi kuydi. Tegashda orqa tomondagi. Voy, men Shvetsariyaga kirganda mana shu narsa boshlanadi-da. Hozir kontroldan oldin bir stoyanka bor, o'shanga kirib lampochka almashtiran oxirgi lampochkalarim. Mercedes salarkan joyga lampochka yeydi-da bu. Uylarni qaranglar. Dala hovlilar. Bizga Milanoga noto'g'ri kelibmiz. Hadi, bosiveraylik chapdan. Bizga Milanoga. Xullas kalon, Italiyaga xush kelibsiz. Boshlarni bu yoq bosavoz tepa-tep uraver. Sekin yurishga haqqingiz yo'q. Вообще. Shlagbaumlar mana bunday siga ochilyapti. Yomon qisqa qurishga ustada bular, ana italyanslar.
bensiz. Ketdik. Bundan o'ng tomonda egallab olaveraylik, chunki biz sekin yuramiz, 85 yuramiz. Bunga italyanlar chidolmaydi. To'g'ri tushuninglar. Ketdik. Mana Italiyaning bu tomoniga ham yuribmiz. Rimgacha 200 km. Rimdan keyin ham yana bir 250 km yurib o'tib ketamiz. Bu tomonlar ham mana shunaqa serpantincha ekan. Tog'li, adirli joylar ekan. Ikki tomonda ham dengiz bo'lgani uchun bu yerda pagodasi shu yomg'irli, bulutli ekan har doim. Men har doim mana men kelganimga shunaqa bo'lyaptimi yo. Yomg'ir boya to'xtadi, bulutlik. Boraveraylikchi. Balki Rimga yaqin bo'lsak, quyosh charaqlab ketar. Roma, Rim. Yomg'irning tagida qoldik-ku. Yo'limiz olyapmi? 100 kilometrdan ortiqroq qoldi Rimgacha. Keyin dальше yana 307 kilometrda. Rimdan keyin 200 kilometr. Pagodasi shunaqa ekan-da. Tak, Rim o'ng qo'limizda qoldi. Yarmini o'tdik. O'ng qo'limizda shu tomonda biz to'g'riga o'tib ketamiz. Mana shu tomonda Rim. Yana shalarda. Eski kanallar bor ekan, daryolar. Narada. Ishqilib shu tomonda Rim, bu tomonda bu qanaqa Rimning hisoblari. Ketdik biz dальше 203 kilometr qoldi. Yana dальше globje ketamiz shu barabor Italiya ostrovini mana shu quruqlik chekkasiga tomon qarab. Turadan maydalab turibdi. Lekin boya bir zapravkaga to'xtadim 45 minutga. Choy ichaman deb urdi-ku rosa urdi. Zontik bilan chiqib choy ichib, keyin yana keldik-da. Yomon urar ekan bu yerda yomg'ir. Jala. Yer tagida podvalmi mana bu? Danyalar shunaqa tuproqqa bosib qolgan bo'lsa, yillar o'taveradi. Ketdik. Mana bular Rimdan chiqib, boyaga Rim поворот kirishi, mana bu chiqishi уже mana ana yomg'irni birdan quyishini qarang. Boshlandi yomg'ir yana. Appo shuni ekanda berdi. Turib birda urar ekan, qasrda qusur. Subtropik. Ana tugadi endi yomg'ir. Chiroylikgina o'sgan nima bo'lsa ham. Rim aeroport. Rim aeroport degan shu tomonga. Neapol bu tomon Rim aeroport. Tog'li joylar ekan, bunaqangi.
Qirlik. Kuchanyapmiz. Voy, yo'llarini buni. Uzumni ustiga setka qo'ygan. Menimcha uzum emas, mayda-mayda bir ko'chatchami, uzummi? Bu tomonda. Shu menimcha qattiq yomg'ir yoqqanda gullarini endi nima bo'lsa novda o'shani sindirmasin deb qo'yganman. Juda ko'p parniklar ham ko'p ekan. Parniklar ham ko'p. Bu yoq endi Adirga qarab chiqib ketyapmiz. Naryoqda ana qishloq joylarida вообще zo'r ekan. Parnikni bosib tashlagan. 2 qavat bitta parnik, ichida odam yuradi, keyin tagida maydagina yana parnik qilingan. Parniklar yana. Tomonim parnik. Hali quruq ishlov berganmi yo, уже yig'ib olganmi parnikni ichini haydagan. Xullas kalon. Yerda har bir metriga ishlov beryapti-da bular. Yerdan unumli foydalanish uchun. Mana tushirishga keldik. Italiyada tarozidan o'tdik. Endi qayerga qarab ketamiz, hozir qaraymiz. Mana tushirib chiqdik akalar. Bitta bobinada, rulonda shu ikkita bir-biriga yopishib turgan joyda, oradagi bitta rulonda tagi qismida повреждение bor ekanda. Endi bu narsa ikkita rulon bir-biriga siqilib, ya'ni mana bunday qilib ortilmaganda, bittasi bu yerda ortilgan, bittasi bu yerda, bittasi mana bu yerda, mana shaxmat qilib ortilgan, orasini ko'rmaysiz. Ana shu yerda повреждение bo'lgan ekan, men ko'rmaganman. Ham ortishda men uchastvot qilmaganman, chekkada o'tirasiz, kaletkada u ortadi, keyin remen bilan bog'lab chiqasiz. Короче, o'sha narsani razbor qildi, bilmadim, akt tuzdi, menejerga aytdim. Menejer klient bilan gaplashdi, keyin oxiri shu aktga qo'l qo'ydi-da. Qo'l qo'ydim, lekin samayerimda yozilgan. Loaded by shipper degan, ya'ni by shipper грузоотправитель, ya'ni yuk jo'natuvchi tomonidan ortilgan, driver not present. Ya'ni voditelь bu yerda umuman aloqasi yo'q, endi aralashmagan, ko'rmagan. O'zlari ortib, o'zlari o'qigan deb yozilgan. Bilmadim endi oxiri nima bo'ladi. Shunday podpis qo'yib ketaveramiz dedi. Podpisni qo'ydim. Chiqdik endi yo'lga ortishga. Italiyada yana shu bumaga ortib, Fransiyaga olib ketarkanmiz, Shvetsariya. Zo'r uylar ekana. Ortadigan tomonga qarab ketyapmiz. Rimga yetmay, o'ngga burilib ketdik. Sekinchilar ham bu yerda shunaqa ekanda. Qayerga kirmoqchi? Mana yoqqa kirmoqchi. Kutib turamiz, qizil yonib qolmasin ta. Endi svetoforga chiqqan joyimiz. Ketdik.
Bakalashkadagi suvni chilqillayapti-da. Используйте второй выезд. И продолжайте езду по трассе С-82. Продолжайте ехать по дороге 14 километров. Tog'li zona deyapti. Zanjiring bo'lsin deyapti kolyosada. Qishda bo'lsa kerak-da endi. Hozir tashqari yonyapti-ku 27 bu. Bir to'xtaydigan joy yo'qda, mana shu bakalashkani shunday olib qo'ygan. Yana ketib qolgan gildirab, juda suvi chalqillab. Yama asabga o'zyapti. Лады левый. Hop. Сложный правый. Shega to'xtaganimiz ham bo'lar edi. Birovning uyida oldi ekanda. Kim bilan tagida ariq o'tgan bo'lsa, ustiga mayda ekan plita bilan yopgan bo'lsa. To'lib ketdi mashina. Tezsiz yursak ham. Сложный правый. Сложный правый. Qandaydir hostel ekan.
bu tip tiniq. Сложный левый. Zavod bu joylarda bo'lmas kerak ular. Kesilgan-ku mana gruzovikka mos qilib. Avtobus. Dinamo deyman bu yerda. Через 300 метров до кольцевой развязки используйте первый выезд. Mana ortishga keldik. Registratsiya qildim. Bu yerda hamma dalillarni berdim. Ana gromko говоритель bor-ku, baqirib, ana undan ovozda chaqiradigan, o'shandan chaqirar ekan, ismingizni aytib. Italyanz yaxshigina aytdi, abdisator. Abdisator. Ketdik, kiramiz endi zavodga. Mana bu moga ortib oldik, bog'lab chiqamiz. Mana unga ikkita, unga ikkita. Mana bunga tiralib turgancha bitta, keyin boshidagi ikkita, qolgani bittada, oxirida ikkita taqamiz. Hayronman. Fransiyadan Italiyaga bu moga olib keldim, endi Italiyadan Fransiyaga olib ketyapman. Вообще hayronman. Birinchidan ikkitadan, qolganiga bittadan, mana 3 tani. Keyin oxiriga mana oxirgina ham ikkitadan. Yomon uzun. Har birovi 3 tonna qanchalar? Tonnadan ekanlar. Yopamiz endi ko'z. Mana akalar, kecha bir amallab bir joy topdik. Короче, zapravka juda katta zapravka, plashatkasi ham juda katta, lekin o'sha joyda ham joy bo'lmaganligi uchun mana gryazная plashatka deydi. Mana shu yerga kirdim. Kirib mana shunday turib oldik. Tomonimiz qanaqadir shitlar. Короче, hammasi joyida. Hozir krapsani oldim zapravkadan. Shirinlik yeyman deb. Akalar, hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik. Keyingi videoda uchrashguncha Allohga omonat sizlar, duoda bo'lib turinglar.